Yaxshiyam, u bizni tarafimizda. Hozircha shunday. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Godzilla va Kong Supernova filmi haqida gaplashamiz. Hamma bu filmdan kosmik Godzillani kutayotgan bo'lsa ham, menimcha Legendary studiosi bu maxluqni filmga qo'shish uchun yaponlarga pul to'lashni istamaydi. Unda filmning o'zi kim bo'ladi? Mening taxminimga ko'ra, filmning bosh o'zi Godzillaning o'zi bo'ladi. Bilaman, bu bema'nilikdek eshitiladi. Godzilla sayyora himoyachisi, tabiiy muvozanat quruvchisi. U doim boshqa turlarni himoya qilib kelgan. Ammo bir narsani hisobga oling. Agar o'sha turlardan birontasi boshqalar uchun xavf tug'dirsa, Godzilla haqiqiy o'lim mashinasiga aylanadi. Masalan, Sitsillani olaylik. Godzilla millionlab yillar davomida bu maxluq bilan birga tinch yashagan va hatto uni himoya ham qilgan. Ammo Godzilla Dominion komiksida Sitsilla o'zini yomon tutgan va boshqa jonivorlarga zarar yetkaza boshlagan. Natijasini esa o'zingiz bilasiz. Yoki Tiamatni eslang, xuddi o'sha Dominion komiksida Tiamat Godzillani jangda yengib, maxluqlar qiroliga aylanmoqchi bo'ldi. Natijada yangi Imperiya filmida Godzilla o'z qasosini oldi. E'tibor bering, Godzilla va Tiamat bu sayyorada millionlab yillar tinch yashashgan, xuddi odamlar Godzilla bilan tinch yashashayotgani kabi. Ammo Tiamat tajovuzkor bo'lib qolganida Godzilla uni yo'q qildi. Maxluqlar qiroli filmida esa samo hukmdori Rodan ham sal qolsa Sitsilla va Tiamatning ahvoliga tushardi, ammo vaqtida aqlini yig'ib oldi. Siylaganni bilmading, kornama qaroq. Bir qo'sh qonundan kechik hukmdor. Xullas, Godzilla chindan ham sayyoradagi muvozanatni himoya qiladi, ammo kimdir shu muvozanatni buzsa, Godzilla uni himoyalashni to'xtatadi va zararkunandani yo'q qiladi. Endi o'ylab ko'ring, odamlar anchadan beri boshqa titanlarga va hattoki Godzillaning o'ziga ham tahdid qilishyapti. Monarch serialida ko'rsatilganidek, 1954-yilda odamlar uni yadroviy qurol bilan o'ldirmoqchi bo'lishdi. Godzilla bizni bir marta kechirdi. Keyin Maxluqlar qiroli filmida odamlar uni kislorod yemiruvchi bilan o'ldirmoqchi bo'lishdi. O'shanda Godzilla o'lishiga oz qoldi. Tiklaganidan keyin esa e'tibor bersangiz, u bir lahzaga odamlarga hujum qilmoqchidek bo'ldi. Ammo Serizawaning o'zi Godzillani qutqargani uchun Godzilla bu safar ham insoniyatni kechirdi. Keyingi filmda Apex kompaniyasi Godzillani odamlarga yomon qilib ko'rsatish uchun bir necha bor Godzillaga jang signalini jo'natishdi. Ya'ni ular Godzillani jangga chaqirishdi. Keyin esa umuman Mechagodzillani yasashdi. Mayli, balki Godzilla bu robotni odamlar yasaganini sezmagandir. Ya'ni alohida maxluq deb o'ylagan bo'lishi ham mumkin. Ammo shunda ham odamlarning so'nggi yillarda qilgan ishlariga Godzilla tishlariga tishini qo'yib zo'rg'a chidab yuribdi. Yana sal xato qilsak, biz ham Sitsillaning ahvoliga tushamiz. Dominion komiksida Nakikaka ismli titanning baliqchilar to'riga tushib qolganini ko'rgan Godzilla yaqin atrofdagi kema va neft platformasini vayron qilgan. Shunday ekan, u doim odamlarni kechiraveradi deb o'ylamang. Agar odamlar boshqa titanlarga xavf solishsa, Godzilla butun insoniyatni qirib tashlaydi. Yana bir gap, men sizga qadimiy Zozla Halava laqabli maxluq haqida gapirib bermoqchiman. Godzilla Kongga qarshi filmining kesib tashlangan sahnasida Dr. Andrew va Jiya qoya toshlarida mana bu suratni ko'rishgan. Bu yerda uchar Godzilla tasvirlangan va Jiya uni Zozla Halava deb atagan. Dr. Andrewning aytishicha, Ivi qabilasida Hala so'zi dushman degan ma'noni anglatadi. Halava esa abadiy dushman yoki ulkan dushman deb tarjima qilinadi. Ko'pchilik buni Godzillaning turdoshi deb hisobladi, ammo aslida bu o'zimizning Godzilla. Chunki Godzilla bir necha million yildan beri o'z turining yagona vakili. Bu suratlar chizilganiga esa 5000 yil bo'lgan xolos. Albatta, suratda u uchayotgandek qilib chizilgan, ammo yangi Imperiya filmida yer ostidagi gravitatsiya bilan qanaqa o'yinlar qilish mumkinligini ko'rdik. Demak, 5000 yil avval ham Godzilla havoda muallaq turgan holda Kongning turdoshlari bilan jang qilgan. O'sha davrda ulkan primatlar eng aqlli va rivojlangan maxluqlar bo'lishgan. Ular o'zlariga qasrlar, haykallar va qurollar yasashni boshlashgan. Bu bilan ular boshqa titanlarga xavf yaratgan bo'lishi mumkin. Masalan, qirol Skarning quroli varbetlarning umurtqasidan yasalgan. Odatda jonivorlar faqatgina ochdan o'lmaslik uchun boshqa jonivorlarni o'ldirishadi. Ammo Kongning turdoshlari qurol yasash uchun ham boshqa titanlarni o'ldirishgan. Skar esa umuman hech qanaqa sababsiz ham kimnidir o'ldirishi mumkin. Xullas, Kongning turdoshlari o'sha davrda tabiiy muvozanatga xavf solishgani uchun Godzilla ularga qarshi chiqqan. Endi esa xuddi shu ish odamlar bilan sodir bo'lyapti. Biz ham juda rivojlanib ketdik va titanlarni ovlashni boshladik. Qisqasi, Skarning xatosini takrorlayapti.
qilyapmiz. Bu ketishda Godzilla biz uchun ham Zozli Halavaga aylanadi, ya'ni katta dushmanga. Shu sababli men keyingi filmda bosh yovuz aynan Godzilla bo'ladi deb o'ylayapman. Har holda ilk tizerdan menda shunday taassurot uyg'ondi. O'tgan safar tizerda bizga bosh yovuz, ya'ni qirol Skar ko'rsatilgandi. Bu safar esa tizer so'ngida Godzillaning ovozi eshitilgan. Diqqat, tizerda ko'ngil aloqador hech nima yo'q, faqat Godzillaning ovozi bor. Buning ustiga yozuv juda ham Godzillaning terma yadro holatini eslatmoqda. Buning ustiga supernova so'zi yulduzning portlashini anglatadi. Evi qabilasi esa Godzillaning yulduzni yutib yuborgan maxluq deb atashgan. Ya'ni Godzillaning terma yadro impulslari Evi qabilasi uchun haqiqiy supernova. Demak, tizer to'liq Godzillaga ishora qilyapti. O'tgan safar Skarga ishora qilgandi, ammo bu faqatgina mening taxminlarim xolos, adashayotgan bo'lishim mumkin. Men shunchaki Monsterverse ga tegishli komikslarni o'qib chiqqanimda menda shunaqa fikr paydo bo'ldi. Siz bunga nima deysiz? Godzilla o'zi qachondir insoniyatga urush ochishi mumkinmi? Yoki odamlar ham Rodinga o'sha vaqtida aqlini yig'ib olishadimi? Buning ustiga mana endi siz ham komiksdagi voqealarni bilasiz. Shunday ekan, keyingi film haqidagi o'z taxminlaringizni ham kommentariyaga yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.